Voy bilan, qanaqa mushuk oldingiz, aka? Yomon kuchayib ketdingizmi nimani? Aka mushuk emas, bu yangi shogirdlar mushuk o'rganyapti. Ko'ni tillarni ham taqib qo'yibsizmi? Kumushmi, tillarmi? Maqsadga o'tdik deyishadi. Mana tilla olib keldim, aka. Mana shuni hisoblab bering. Mushugimga qara. Xo'p, yangi tillar ham bor ekan buning ichida. Yomon ekan bu. Hamma mushuk bilan kontentsiz, sher bilan kontent qilaman debsiz-da. Ajarib turasiz o'z tillachilarning ichida. Birkasi uzilmagan narsalar olib kelibsiz-ku. Ha, ichida bor mashina qilaman, aka. Lom ezilganlarni alohida hisoblaydi. Men birkadagilarni alohida hisoblayman. Xo'p, men sizga o'sha hisoblab beraman. Menga общий pul aytsangiz bo'ldi. Lom 750 mingdan hisoblaymiz. Xo'p, men 750 brilliantlaringiz 1 million 100 dan hisoblaymiz. Men bilan 800 mingdan olaman gramini. Men birkasi uzilmagan yengilani 820 mingdan qilib beraman. Общий hisoblab beraman gramlarni qo'yib. Mana ham sherbachchingizni ko'rib turaman. Sut qolmadi-yu buni. Общий hisobda aka 83 million 300 bo'tdi. Men sizga 83 million 500 qilib beraman hammasini. 83 million 500 bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi, men qilay aka menga. Mana aka, общий aytilganda 83 million 500. Rahmat aka. Agar sizlar ham shunaqa tillarni qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga aloqa qilib shaxsan o'zim tillarni qimmatga olib qo'yaman.